Taloqdan keyin homilani tushirayotgan ayolning iddati qachon tugaydi? Savol. Assalomu alaykum. Bir homildorligi aniq bo'lgan ayolni taloq qilsa, ayoli qo'rsqidagi homilani u homila qancha oylik bo'lishidan qat'iy nazar qasddan tushiribsa yoki homila o'zligidan tushib ketsa, u ayolning iddati qandoq bo'ladi? Javob. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Barliq hamd sana Janobi Allohga bo'lsin. Shunaqla payg'ambarimizga, oila taobatlarga va uningga toki qiyomatgacha ergashganlarga durud salomlar bo'lsin. Taloq yuz bergan hamon iddat boshlanib ketadi. Agar taloq qilingan ayol homildor holatda bo'lsa, bolani tug'ishi bilan iddati to'shidi. Buningga barliq olimlar birdek ittifoq. Bolani tug'ish vaqti kelmasdan tushirayotgan ahvolda iddat to'shish vaqti haqida olimlarning qarashlari o'xshash emas. Ko'pchilik olimlar badan a'zolari shakllangan bolani tushirsa, ondan tushirib o'tish bilan iddat to'shidi deb qaragan. Imom Kasani mundaq deydi: bu iddatning to'shishining sharti shuki, tuqqan yoki tushirayotgan narsaning yoki bir qismining shakllangan bo'lishi kerak. Agar faqat shakllanmay bir parcha laxti qon yoki biror chaynam go'sht tushirayotgan bo'lsa, buning bilan iddat to'shmaydi. Imom Shofiy rahmatullohi alayhi mundaq deydi: taloqdan yoki o'limdan iddat tutayotgan homillar aqallisi odam bolasi bo'lib yaratilganligini ko'rsatadigan ko'z yoki tirnoq yoki barmoq yoki bosh yoki qo'l yoki put yoki badanga o'xshagan bir narsani yoki uni ko'rgan kishi bu cho'qim odam bolasining badani deb biladigan bir narsani tushirsa, ondan iddati to'shqan bo'ladi. Bularning qarashiga asosan shakllanmagan biror parcha qon yoki go'sht tushsa, doktorlar uni to'ralma deb qaramasa, uning bilan iddat to'shmaydi. Balki 3 hayz ko'rib saqib iddatini to'shqizishi lozim. Maliki mazhab olimlari uyib qolgan qon bo'lsa-mu tushirsa iddati to'shidi. Bu qonning to'ralma yoki odatdagi qon ekanligini bilolmay qolgan ahvolda qonga qiziq suv qo'yish orqali sinilib ko'riladi. Erib ketsa odatdagi qon bo'ladi. Agar to'ralma bo'lsa, tag'imi qattiq uyib ketadi deb qaragan. Bularning o'tirdagi ko'z qarash o'xshashmasligi faqatla tushgan yoki tushirilgan qon to'ralmami yoki odatdagi qonmi buni ayirishdan kelib chiqqan bo'lib, to'ralma ekanligi ayrilgan ahvolda uning bilan iddat to'shadiganligida asosan qarash o'xshashmasligi yo'q. Imom Navaviy mundaq deydi: imomlarimiz mundaq degan: nifos hukmi isbotlanishi uchun to'ralmaning to'liq shakllanib bo'lishi yoki hayot bo'lishi shart qilinmaydi. Balki bolani o'lik tug'sa yoki odam shakliga kirgan yoki kirmagan bir go'shtni tushirsa, tug'ut onalari bu to'ralma deb qarasa, nifos hukmi isbotlanadi. Yuqorqilarga asosan qo'rsoqdagi homil ekanligi aniq bo'lgan ahvolda taloqdan keyin uni tushirsa yoki tushib ketsa, tushgan narsa qo'rsoqdagi to'ralma deb faraz qilingan ahvolda iddat to'shib ketadi. Nifos boshlanadi. Odatdagi qon bo'lsa, uning bilan iddat to'shmaydi. Odatdagi qon bilan bolaga tava qonni ayirish qiyin emas. Ayira olmagan ahvolda uning tushishi bilan bir narsa isbotlanmaydi. Janobi Allohning bu oyatimi to'ralma to'liq shakllangan bo'lsin yoki bo'lmasin, qanday holatda tushsa, uning bilan iddat to'shadiganligini ko'rsatadi. Homildorlarning iddatining to'shish vaqti bolalarini tug'ishdir. Kimiki Allohdan qo'rqadigan, Alloh uning ishini osonlashtirib beradi. Taloq surasi 4-oyat. İddat to'shishdan ko'zlangan maqsadlarning biri balyatqoning xoliligini bilish bo'lib, bu to'ralmaning tushishi bilan bilinadi. Salaflarimizdan Amir ash-Sha'bi, Hasan Basri, Muhammad ibn Sirin, Shurayh va Ibrohim Naxai qatorliq zotlar tushirib to'ralma to'liq yartilib bo'lgan bo'lsin yoki bo'lmasin, uni tushirib o'tish bilan iddat to'shidi degan. Bu yerda shuni eskartib o'tish lozimki, bolani tushirib o'tish mayli qaysi bosqichda bo'lsin, ig'ir jinoyatlardan biri. Bundaq jinoyat sodir qilgan ahvolda bunidan haqiqiy tavba qilib, tavbasi qabul bo'lishi uchun 2 oy uzildirmay ro'za tutish orqali kafarat berish lozim. Shundaqla bolani tushirayotgan jinoyatga qarata diyat to'lash lozim. Bolani tushirib o'tishning to'limi bo'lsa 5 tuga yoki uning qimmati bo'lib, bolani tushirayotgan kishi bu pulni bolaning merosxo'rlariga topshiradi. Bolani onasi yoki otasi tushirgan bo'lsa, bular u pulni bolaning o'zlaridan boshqa merosxo'rlariga topshiradi. O'zlari uningdan meros ololmaydi. Vallohu a'lam. Fatvoda doktor Abdul Aziz rahmatulloh. Fatvolar majmuasi 2-tom, 62 nomerlik fatvo.